Voy qishloqlar, lekin bunisini chatoq qilibsizlar. Kim mana bitta bang'illatvordi. Endi hech qaysinglar ostan olmaysizlar-yu, to'g'rimi endi? Agar mer ketgan bo'lsa bang'illatish kerak degani emas u. Nima qilibdi? Kapot nima qilmaydi-yu. Oppa, menimcha men topib oldim kim qilgan buni. Nima deganing bu endi nima qilibdi? Bu nima qilganim yo'q. Sen bo'lmasang kim ham qilardi unda? Ama вообще skladda edim, manmas. Oppa, menimcha men topib oldim mana kim skladdan narsalarni o'g'irlayotgan ekan. Mer ketgandan beri kimdir skladdan narsalarni o'g'irlayotdi. Sanmisan endi? Bo'lmas agar men deb o'ylayotgan bo'lsang. Obbo, silamasizlar endi. Kim qilardi-yu buni? Boshqa to'g'rimi? Kompot, agar biz qilganmiz deb o'ylayotgan bo'lsang, sen keltirib ber. Men keltirishim ham shart emas. Men просто adminga telefon qilaman, bo'ldi, hammasi chotki bo'ladi. Kimdir admin dedimi? Admin sen qanaqa qilib kelding? Men hali senga telefon qilganim ham yo'q edi-yu. Oddiy shunaqa qilib keldim. Kompot nima bo'pti bu yoqda? Qani gapirib berchi menga. Bizada mer shaharga ketdi. Mana shundan beri men bitta nimadirlar bang'illayapti, nimadirlar o'g'irlanyapti. Aha, значит, sizlarni oranglarda hozir o'g'ri bor, to'g'rimi? Men sraz aytaman, buni men qilganim yo'q. Agar sen qilmagan bo'lsang, mayli, men unda ketdim, bo'pti. Voy, admin qayoqqa ketding? Mana admin yaxshiroq ekan, ko'rasizmi, kompot? Voy, obbo, nimalar bo'lyapti? Bular ham ketib qoldi-yu. Men nima endi bitta o'zim qidirishim kerakmi, kim meni buzganini? Voy, nima qilaman endi, men bitta o'zim qishloqlar ham hammalik ketib qolishdi. Admin ham g'alatiroq bo'lib qolibdi boru. U ham ketib qoldi. Maqsadimkina, kompot, men bu yerdaligimni sezdirib qo'ymaydir. Qishloqlar ishonishdi men ketganimga. Ha, ishonishdi. Neysan o'zi ketib qolding? Men senga aytyapman-ku baqirmagin deb. Men bu yerda kim buzayotganini qidirmoqchiman. Men просто qishloqlar men ketdim deb o'ylashlik uchun ketdim-da. Sen endi hozir kim buzganini qidirasanmi, admin? Ha, kompot, men ko'rinmaydigan kreativ yoqaman-da. Meni hech kim ko'rmaydi. Men shunaqa qilib hozir topaman kim buzganini. Wow, admin judayam zo'r o'ylabsan sen lekin. Admin, meni yordamim kerak emasmi? Yo'q, seni hech qanaqa yordaming kerak emas. Men o'zim qidira olmayman. Menda spetsial narsa bor, uylarni yoritadigan. Agar ular yerga bekitib qo'yishsa-chi, u yoqni ham men bemalol topa olmayman. Wow, bu judayam zo'r. Endi hech kim admindan qochib keta olmaydi. Da, kompot, ular yana meni ko'risholmaydi. Hozir men bitta narsani yozaman-da. Ana bo'ldi, endi meni hech kim ko'rolmaydi. Ay, kompot, ehtiyot bo'l-a. Voy, bu bo'ldi, uzr admin. Admin, san ham endi meni yo'limda turmagin-da. Bo'pti, ehtiyot bo'lindi admin. Tak, bo'pti, unda men ketdim, hammani tekshirib chiqaman. Bolalar nima deb o'ylaysizlar? Kim bo'lib chiqarkin? Endi mana shu kommentariyaga yozib ketinglar. Zo'r bo'ldi lekin admin kelgani. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Judayam zo'r deyman, adminligim bor. Hech kim meni hozir ko'rolmaydi. Endi men bitta-bittalab tekshirib chiqaman hammani. Men birinchi bo'lib oq kiyimli qishloqni tekshirmoqchiman. U qanaqadir g'alati bo'lib ko'rindi meni ko'zimga. Hop, uni uyi qayerda edi? Tak, mana uni uyi. U hozir uydami ekan? Bunisi menga qiziq emas. Hozir men uyini bunday yoritaman-da. Tak, yozamiz. Ana bo'ldi. Uyda ekan, u nima qilyapti-ekan u hozir? Manda hozir judayam zo'r zeli bo'ladi. O'zi kim manda banglatvorgan ekan? U o'zi o'ylayapti kim qilgan ekan deb. Nima, u bilmaydimi kim qilganini? Yana hamma menga shunaqa qarab turgandi men qilganini, lekin men u payt skladda edim, zo'r zeli qilish uchun. U bu payt skladda bo'lgan ekan. Bu qilmagan ekan-da unda, to'g'rimi? O'zi u qanaqa zeli qilyapti, lekin qanaqadir bor-u. Ko'rinishidan xavfsizlik narsaga o'xshayapti. Qanaqa zeli ekan bu? Bu zeli bilan men eng zo'r banglatayotganni qila olaman. Judayam zo'r bo'ladi. Nima bu? Banglatayotgan qilmoqchimi? Voy, to'xtanglar, buni inventaridan undan hamma narsalarni yo'qib tashlayman. Tak, narsalarni yozamiz. Tushunmadim. Qani men narsalar nega yo'qib qoldi? Men narsalarim. Hamma narsam yo'qib qoldi-yu meni. Bo'ldi. Xavfsizlik narsani yo'qvordim. Endi ketaversam ham bo'ladi. Lekin bunga ban bermayman. Qishloqqa zarar hech nima qilmaydi, to'g'rimi? Hop, endi keyingi odamim fioletoviy kiyimli qishloqi.
U skladga ketyaptimi? Hop, mayli. Ungacha men uni sandig'ida nima borligini ko'rib olaman. Tak, komanda yozamiz. Ozgina izumrudlar bor ekan, doska bilan olma. Unchalik ko'p narsasi ham yo'q ekan. Bu bilan nimadir qilolmaydi shekilli, menimcha. Mayli, qani skladda nima qilayotgan ekan? Ha, menga yana tayoq bilan arqon kerak. Tushunmadim. Tayoq bilan arqon. Bu nima qanaqa lavushka qilmoqchimi? Hop, shuni olsam, mani udочкам ham tayyor bo'ladi. Men maza qilib banan tutaman. Hop, banan to'g'ri o'ylanman. Уже ancha vaqtdan bo'ldi. Admindan eshitdim, ovozlar ham eshitilayotgani yo'q. Kimnidir ushlaganmikin nima deb o'ylaysizlar? Hech qanaqa ovozlar ham eshitilmayapti. Man uyam haliyam buzilgan bo'lib turibdi. Admin shundoq ketib qolgandek boru. Kimnidir ushlagan bo'lsa, lekin yaxshi bo'lardi-da уже boru. Nimalar qilayotgan ekan hozir qanicha chiqib ko'ramiz endi. Tak, ay, voy. Voy, nimaga urildim? Bu yerda hech nima yo'q shekil. To'xta, admin bo'lsanmisan? Ha, kompot bo'lmanman. Ko'zingga qarab yurmaysanmi? Qanaqa qilib ko'zimga qarab yuraman agar sen ko'rinmaydigan odam bo'lsang? Kimnidir ushladingmi o'zi? Hozir admin qayerdasan o'zi? Kompot, men orqangdaman. Men qayerdan bilay ko'rinmaysan sen? Hozircha men hali hech kimni topolmadim. Sen borib tekshirasan, yana odamlar to'g'rimi? Ha, men tekshirishga ketayotgandim, senga urilmasimdan oldim. Bo'pti, men ketdim unda, kompot tekshiraman. Bo'pti, admin. Ha, kompot ham o'zi jiddiy bo'lyapti-da, bor oxirgi payt o'zi bilan o'zi gaplashyapti. Hop, mayli, men chalg'ib qoldim. Nima qotadimiz? Kompyuter. Hop, hozir biz seni ham tekshiramiz. Birinchi bo'lib unda men seni kompyuteringdan boshlayman. Hozir ko'ramiz buni ichida qanaqadir viruslar bormikin yoki yomon narsalar bormikin ko'ramiz. Kompyuterida virus narsalar yo'q ekan. Hop, mayli. Nimalar poiskini tekshiramiz buni. Nimalar yozgan ekan Google'ga. Hop, qanaqa qilib o'stirsa bo'ladi chiroyli mashinalar. Mayli, bunaqa narsalar ham yo'q ekan. Inventaridachi? Inventarida ham unaqa yomon narsa yo'q ekan. Hop, to'xtaylik, pistoletmi? Yo'q, suvli pistolet ekan u. Hop, mayli, inventarida ham unaqa yomon narsa yo'q ekan. Unda sandig'ini qarab ko'raylikchi. Hop, qaraymiz. Sandiqda вообще hech nima yo'q ekan. Bu qishloqda unda hech nima yo'q ekan ko'rishim bo'yicha. Uyini ham tekshirib ko'raymikin, bundoq yoritib nima deb o'ylaysizlar? Inventarida ham lekin hech nima yo'q edi. Manimcha uyda ham hech nima bo'lmasa kerak endi, to'g'rimi? Mayli, bitta tekshirib ko'raverish kerak baribir. Hop, bundoq turamiz. Hop, kerakli narsani yozamiz. Tak. Voy, tushunmadim, nima bu? Banglatadganlarmi? Men topdim, bu kim ekan? Ura! Mana shu qishloq ekan-da. Unda qaranglar, men uyi banglatadgan bo'layotgan ekan. Qaranglar, yaxshiyam tekshiribman. Agar hozir tekshirmaganimda, men qo'limdan ketkazib olardim unda men buni. Hop, ura! Men buni topdim. Kim qilganini topdim. Men topaman degandim, bo'ldi. Endi buni ban qilish kerak tezroq. Men topdim uni. Tushunmadim, admin nimadir deyaptimi? Admin qanisan sen? Kompot, men topdim kimligini, men topdim uni. Bu jigaring kimli qishloq ekan, men bu yerda yashar ekan. Nima u jigaring kimli qishloq ekan? Men bu deb o'ylamagandim. Yo'q, lekin videoni boshida uni u deb o'ylagandim. Qanaqa topding o'zi? Men boshida uni inventarini tekshirdim, kompyuterini tekshirdim, sandiqlarini ham tekshirdim, hech nima yo'q ekan. Lekin keyin uyini tekshirsam, uyida mana shu polniy hamma yo'q, banglatadgan bo'layotgan ekan. Bu qanaqa qilib? Sen hozir mana shu ko'rayotgan butun uying banglatadgandan qilingan kompot. Sen buni ko'rolmaysan deb, sen admin emassan-u. Voy, dalli, mana shu endi nima banglatadgan ekanmi endi? Ha, to'ppa-to'g'ri kompot. Endi hozir biz buni ban qilamiz. Ketdik, qanicha uyga kiraylikchi. Tak, qishloqqa bu men adminman, seni tekshirishga keldim. Adminsizlar, nima qilyapsizlar bu yoqda? Tak, sen ban qilishga keldik biz. Neyman banglasam kompot jiddiroqmi bu? Qishlog'i sen banglatib olgan ekansan-da mana shu uyga endi. Neyman banglataman, men banglatmagandim. Sani uyingda men banglatadigan topib oldim. Nima? Qanaqa banglatadigan? Manda hech nima yo'q. Xohlasanglar mani bemalol tekshiringlar, manda baribir hech nima yo'q. Qishlog'im, men seni tekshirdim, sanda lekin rostdan ham hech nima yo'q ekan. Lekin sani uyingda esa hamma yog'i dinamit bo'layotgan ekan-u. Mani uyimda tarakandan boshqa hech nima yo'q-ku. Hozir men senga ko'rsataman. Tak, komanda yozaman. Voy, bu qishlog'i, sen вообще ekansan-u. Voy, dalli, bu yoqda davochi ko'rib banglatayotganlar bor.
Sen mendan jinni qilmagin, men hammasini ko'rdim. Mana shularni hammasini sen qo'ygan ekansan. Voy, mayli, men to'g'risini aytaman, men qo'ygandim. Men baribir bu yo'g'ida to'g'ri, hech kim menga hech nima qilmas edi. To'ppa-to'g'ri, lekin admin yozishi uchun seni ban qiladi. Admin sen uni ban qilib qo'ydingmi? Ha, o'ylab ko'rsa endi nimalar qilganini. 2 oy banda o'tirsa hammasi cho'tki bo'ladi. Men bu qishloqdan lekin buncha dinamitni hech qachon topolmas edim boru. Ular admindan baribir qochib ketisholmaydi. Ha, to'g'ri, lekin mana shu hamma yomon qilayotgan ishlarga har doim hamma javob beradi. Endi esa bu hamma banglatayotganlarni yo'q qilish kerak. Admin faqat ehtiyot bo'lgin, tag'in banglatib yubormagin. Bolalar bugun lekin yomon bo'ldi-ya. Men bu qishloqda shuncha banglatayotgan bor deb umuman o'ylamagandim. Yaxshiyam admin kelib hammasini hal qilib ketdi. Boshida lekin u ketib qoldi deb o'ylagandim. Nu shto bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammalardan like kutib qolaman, keyingi videoni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.